Respublika ixtisoslashtirilgan urologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Farg'ona filialida navbatdagi jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Ustoz-shogird an'analari davom ettirilgan holda shifoxonaga har haftaning juma va shanba kunlari poytaxtdan malakali mutaxassislar jalb etilib, mahalliy shifokorlar bilan turli amaliyotlar bajarilmoqda. Hozirgina Farg'ona tumanidan kelgan 62 yoshli bemorda jarrohlik amaliyoti o'tkazilib, reanimatsiya bo'limiga olib chiqildi. 3 kun oldin qon aralashtish shikoyati bilan kelishdi. Tekshiruvlardan so'ng quvdi, hosila aniqlandi. Biz hozir yuqori amaliyot o'tkazdik bemorni. Bir 20 minut oldin transportral kirilgan holatda qo'l hosilasini quvdi muskul qavatigacha rezeksiya qilib olib berdik. Embrion qilib oldik. Endi buni materialni biz anatomlarga beramiz. Histologlarimiz tomonidan ko'rilib, bizga rezultat berilgandan keyin bemorga qo'shimcha tavsiyalar beramiz. Amaliyotimiz asoratsiz o'tdi, bemorimiz holati yaxshi, og'riqlar sezmadingiz, holatingiz zo'r, xudo xolasa yaxshi bo'ladi, yaxshi o'tib ketdik. Bemorimiz bir marta tug'ruq o'tkazgan, lekin tug'ruq og'ir kechgan deyapti bemor so'zida. Mana shu oxirgi 2 yil ichida bemor CD olmaydi. Biz hozir CDO degan operatsiya bor. CD yo'liga, tashqi CD kanaliga lenta qo'ydik. Biz operatsiya vaqtida kuzatdik. Operatsiyamizni rezultativ bo'lganini. Xudo xolasa, mana ertaga biz mustaqil bemorni o'ziga qo'yamiz. Qani CD tuta oladimi, tuta olmaydimi? Rezultatini bir kundan keyin mitral kateterda olganimizdan keyin hisobini qilamiz. Bugun 3 ta endoskopik yuqori texnologik usul yo'li bilan transurotral teri orqali endoskopik usul bilan tosh operatsiyasini olish yurakdan, mana shu peshob yo'lidagi toshlarni olish yo'llarini hamda transurotral har xil o'simta qovuradi hamda prostata bezi removasini operatsiyalarini har juma, shanba va yerda yigitlar o'zlari qilishadi. Men kelib ularga yordam berib qarab turaman. Ancha yo'lni qo'yib olibdi. Hattoki mana hozir kunda tumandagi bir necha shifoxonalarimizga va shunaqa yuqori texnologik asbob uskunalar qo'yilgan. Bizning yigitlar borib o'sha yerda operatsiyalarni bajarib kelishyapti. Ancha foydali bo'lyapti. Ular ham o'rganishyapti mana. Operatsiyadan chiqqandan beri o'zimni yaxshi qilyapman. Doktorlarga rahmat, mesestralar, ish xodimlariga, hammalariga kattakon rahmat. Bog'lari yaxshi. Mana lecheralar bugun xudo xolasa bugun erta javob beradi. Hamma yog'i joyida.